أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثالث Üçüncü fasıl Ebi Tamime radıyallahu ta'ala anhu'dan rivayet kılındı. Dedi bu adam, ben hazır oldum ben Safvan'nınki ashaplarga. Ben bu yergelim buldum. Hazır buldum deydim. O ki Cundup radıyallahu ta'ala anhu meni vasiyat qiladi o ulağa. Vasiyat çok qiladi o deydi. Biz hem de men Mishkatul Masabih degan kitobni o'qib, Kitab-ı Riqaq degan cho'ng bir kitobga kelgandik. Undan keyin Babur Riya ve Sum'ati degan men shu babga keldik. Yani riya qilish, yani bir adam o'ziniki amalini shu Alloh uchun qilgan amalniki o'zini mana kim uchun qildi, haq uchun qilib berdi, haq ko'rsatib. Mana shunday qildi, undan keyin Alloh uchun maxfi qilgan ishniki o'zini o adam haqqa anlatib, men mundaq deson deb men shunday qilgan bo'lsa, buniki gunosi men qanday qildi o men riyo va shuhratparastlik degan qanday bo'ldi. Uniki gunosi qanday? Men shuniki babga kelgan oldingi men darsimizda birinchi, ikkinchi faslniki 7sini o'qib oldik. Endi 3-chi faslniki 7siga keldik. Endi 3-chi faslniki 7sida Ebi Tamime degan bir cho'ng bir sahoba, nima bu tabiinniki qatoridan bo'lgan bir olim, cho'ng bir yani Basra shahrida yashaydigan. Men bu adam deydi. Men hozir oldum men Safvan'niki ashaplarga men hozir oldum deydi. Bu yerda Safvan degan Safvan Sulaym az-Zuhri degan adamken men bu adamniki o'zini shu ahli Madinadan qatoridan bo'lib, buniki martabasi shu vaqtdagi o'zida katta kishilarniki qatoridan ekan, yani tabiin bo'lgan mushniki qatoridan ekan. Bu adam endi shundoq yarq obid adam bo'lib, bu adam shu 40 yilgacha o'ziniki bekinni zaminga qo'yib boqmabdi ekan. Yani shundoq ibodat qilgan adam ekan. Endi bu adamniki peshonasi shu saydiniki ko'pligidan shu teshilib ketgandi deb shundoq bir haqida shu gap bor ekan. Hem uning ustiga bu adam podshohlarniki taqdim qilgan shunaqa hadiya benaskarani qat'iy mana qabulchi qilmaydi ekan. Endi bu yerda Safvanniki sahobalari, yani ashablari degani, yani şu Safvanga o'xshaydigan ilmde ve amelde. Men muşta o'xshaydigan adamniki qishig'a men hozir oldum degan gap. Yani şu türdeki insanlar, yani Safvanga o'xshash adamlar şu yer bir yerde bo'pti, men şu yerga men hozir bo'lib qoldim deydi. Şu bir qanchalik men shundoq kishilar bor ekan. Endi hozir bo'lgandan keyin şu çağda Cundub ibn Abdullah radıyallahu ta'ala anhu deydi endi. Hemen ulağa vasiyat kıvetipti. Yani şöyle ibadet kılışta tüptüz olanlar, yaxşı ibadet kılanlar, fakat ahiret için bu nima kılanlar, tayyorlik çok kılanlar, ibadetin yaxşı kılanlar deb men şu mezmuna o'xshaydigan bir vasiyatni çok kıvetipti. Şu kişilerge. Kişilerge vasiyat qilib debdi ki, ola vasiyat qilgandan ola dedi ki, hel min semite min Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şeyen. Sen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mene bir nerse sen anladın mı deb muştaq nima qilibdi ola debdi. Nima anladın? Peygamber sallallahu sözlerden nima anladın? Şunu bizga deb bergan bo'lsang kerak. Degandiki dedi Cundub, anladım ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den meni deydi.
Bir adamki anlatsa bu adam o'ziniki maxfiy qilishga tegishli bo'lgan Alloh uchun qilishga tegishli bo'lgan ibodat va qazo ishlariniki o'zini haq o'qib qolsin. Haq o'qish orqali men bu odamniki qalbidan men o'rin olib, men hurmatlaydigan bo'lsin. Shu dunyoda da men shunday qilgan bo'lsa, men anglatgan bo'lgan bo'lsa, voy men mundaq qildim, anda ibodat qildim, men degan andiq odam, mundaq qilishga odam deb men shunday qilgan bo'lsa, meni anlatadi. Allah Teala şu adamni qiyomat kuni meni kishilarga nima qiladi? Anlatadi. Ya'ni kishilarga anlatadiki, ya'ni o adamniki shu maxfiy yushrun qilgan gunoh masiyat, ashta xijil bo'ladigan, hayo qilinadigan, ashta naskarahniki o'zini Alloh taolo shu qiyomatda uni qadidi haqcha anlatadi. Ma dunyoda o adamniki o'zi Alloh uchun qiladigan ishni maxfiy yushrun qilishga bo'lgan shu ishning o'zini men bu xalqdan inovat topaman, obro'y topaman yoki dunyoviy manfaat olaman deb men mushu maqsad qilgan bo'lsa, buniki jazosi men u odam o'cha desa, yaxshi gapni, yaxshi ishlarni deydi. Buniki ham muqobilida qiyomat kuni bo'lgan jazo yushirib qolgan eski ishlarni uni qilmagandan keyin uni xalqniki o'ttirsa Alloh deb uçan yüzü bunun kadar onu rasva çok katdı. Zeydem. Ve men şakka. Ve bir ademi ki muşakkat, yani muşakkat sağlam olsa, bu adam üzge ya başka adamge. Yani üzge muşakkat kıptı ki yüzdeki takıtını sırt bir işdeki üzerine kımmısımı unmay aşmak kıldığın kişi de benim şu ondan ne kıptı o iğirçilik so septi. Yoki o adamniki o'zi mana bu boshqa bir odamni o'ziniki shu odamniki taqati sirt shu kuchi yetmaydigan bir ish qilsan, sen mushlik qil, sen mushlik qilsan savob bo'ladi, yo anda bo'ladi, munda bo'ladi deb mushu chekidan eshib, men mushudaqan bo'lsa, men qandaq qiladi bo'lsa, buniki qarshig'ida mushaqqat soladi, mana mushaqqat qilib qo'ydi Alloh taolo shu odamni qiyomat kuni. Qiyomat kuni Alloh taolo o odamni nima qiladi? Mushaqqat ig'ir, kun ig'ir ahvollarga Alloh meni cho'q qilib qo'ydi. Deb men mushgapni cho'q anglagandim deydi. Endi bu yerda Jundub ibn Abdullah roziyallohu taolo'niki ma gapni deyishlik o'zi, buniki o'zi nihoyat bek katta men olim, men shundoq zohid ibodat qilgan kishilar bo'lgandan keyin, siz bu ishniki o'zida haqq deb yurmang. Men özünüz yuşurun halatı çok aşırı çok kalın. Maqsadınız Allah için çok bolsun. Ama siz müşündak ibadet kıldım ben, abid olmaz, zahid olmaz deb. Men Kur'an-ı Kerim hadis Resulullah'ınki demekçemdi. Şuniki koygan çekiniki astıda bulmay. Siz onundan sırt, küçünüz yetmeydiğen iğir işlerini kılıç arkalık açtak kısınız. Ya ki bir kişilerin oy müştak kısak savap olur, andak olur desiniz. Mene bununki cezası ölgendeki sizge Allah Teala men iğir günü çok koydu. Siz bunu dedim kanalına dikkat kılın. Çünkü bu kişilerdeki bundaki kişilerdeki ahvali men muş xildeki asas bolu dendi. Digendeki bula dedi. Ya Sina bizge vasiyet kılın sen depti. Digendeki dedi Jundub radıyallahu ta'ala anhu dedi Jundub radıyallahu ta'ala anhu cezmen bir nimasiki evveli ki mayadamda bu yılık adamlık üzü depti o andin Jundub o'zi debdi, ya Payg'ambar sallamniki degan gapi asli bo'lma. Degandagi Jundub roziyallohu taolo deyki, jazma bir nimasiniki avvaliki sesiydi, o narsa insondan shu insonniki qo'sig'i nima qildi sesiydi. Ya'ni qabristonlikqa qo'ygandan keyin birinchi bo'lib sesiydigan narsa nima? O odamniki qo'sig'i. Bu sesiydi. Hammamiz ma'lum qo'saq degan ya'ni o yemak ichmak va işte bosh işte narsa. Anda avvaliki deydi.
Bir adamki qodir olsa bu adam shuki yemagay, u adam faqat yaxshini yeyishni, halolni, meni pokizni yeyishi qodir ya kuch yetgan bo'lsa, u adam nima qilsin, shu ishni shu qilsin. Unda ondan seslaydigan narsaniki birinchi ash qo'saq bo'lgandan keyin qo'saqniki o'zidan men shu halol narsani yeyishga kuchi yetib turgan bu adam haromni yegan bo'lsa, u chon o'zida qo'saqniki eng avval bu odamning qo'saqni nima qildi, seslaydi. Ama halal bo'lgan bo'lsa, undaqcha ish yo'q bo'lmaydi. Bir odamga kuch yetsa, u odam shuki, men parda bo'lmasin, to'saliq bo'lmasin, bu odam bilan jannatniki o'ttirisidan mana olqonchilik qondinki u odam nima qildi, to'kdi. U odam iqtqon shu qondan olqonchilik bir qon, men parda olmaydigan, meni ashundoq ish bo'lgan bo'lsa, jannatda bu odamni o'ttirsa, u odamni cho qilsin. Deb men mush vasiyatni çok qilganti deydi. Bu odamda bir odam o'zidan jannatniki o'ttirsida iqtqon qonniki olqonchilik, ya'ni kichikroq bir qonniki o'zi mana bu parda olmaydigan ish bo'lsa, jannatga kirishga men parda cho'p bo'lmaydi ekan. Mana jannatda u odamning o'ttirsida olqonchilik bir qonniki o'zi jannatga kirishga parda cho'p to'siqchi bo'lmaydi ekan. Yani küçükçe bir kanlı. Ama bu adam kanlı cık döküp neçe adamını öldürüp kısa uçağının boludu uçağınızda en ağır çok günah oldu. Yani kan tökmüşsün. Kan töküşündeki üzü bu adamdan o adamın cennetin ordunun boludu, perde oludu. Yani kan töküdüğün, cık kan töksün azın bir temin kanı olsun ki haksız bunda bir işini çok, onda çok kamışsın. Yani muşluk kuşaysa o adam şu işini çok kısa. Qattiq qon to'kadigan, haqsiz bunda bir qon to'kadigan ishni cho'q qilmasin. Endi bu yer bu gapni ham deyshi Jundub roziyallohu taolani shu vaqtdagi o'zida bu yilqi hammamizga ma'lum bu urush, ya'ni ichki urush firqa va e'tiqodiy tarafdan bo'lgan mazhablarniki bu sahobalarga oxirgi davrning o'zida jiq avjab ketgan. Endi bularmi Safvan Sapanga o'xshaydigan men katta olimlarning o'zi, katta kishilarning o'zim bir yerga birlashib, meniki e'tiqodim yoki mening fikrim to'g'ri kelmay bu murtad yoki olmaydi, boshqa bir xato mazhabga meni agish orqali men bu ishga urush bo'layotgandan keyin bir-birisi to'kishib, men bundoq bir ishdan cho'q qilmasin deb men Jundub roziyallohu taolani men mushu nimani deb vasiyatni deb atdi. Ömer ibn Hattab radhiyallohu ta'ala anhu'dan rivoyat qilindi. Shunda deb jazman Ömer kirdi bir kuni Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning masjidiga cho'q kirdi. Kirgandan keyin meni topdi Ömer Muaz ibn Jabal radhiyallohu ta'ala anhu'ni Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning qabrisiga qishdan men o'ltirganligini, meni jag'lab o'ltirganligini nima qildi? U yerda cho'q ko'rdi. Ya'ni shu topdi. Qarapos Muaz Payg'ambarimiz qabrisiga qishib kelib, ashuna jag'lab turganligini cho'q ko'rdi. Degenden ki şu Ömer radıyallahu ta'ala Muaz radıyallahu ta'ala dedi ki ma yubki neymi jağıltı vardı seni neymi jağılaysan degenden ki dedi Muaz yubkini şeyun sami'tuhu min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakun jağıltı mene bir şey ki onu Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan anlayan bir söz var şu neyse mene isim kirip bazı yer men şu gebni esep müştak jağıltı vardı jağılavatım ki deydi Peygamber ne mi deydi o? Cezmen riyanınki en izi. Bu nimedir o şirktir dedi. Yani Kur'an-ı Kerim'deki Allah Teala şirk, mandağız şirk, aşırı şirk diyen şirkler var mı? Böyle Kur'an'daki şirk'deki izi bir mümin Müslüman boğa adam özündeki emeliden küçükken bir yakıp yaptı. Hak göğsü de neydi de andala yani Allah için kıldığı ibadetindeki üzerine hak göğsün. Hak beni tazmandak gelin mandak takva muttaki salih gelin kalsın. Deyip küçükken bir riyanınki üzerine bu adam konu küçülüp açtak degen bolsa men bu Kur'an-ı Kerim degen mahbi şirkten ibaret olan men yuşur şirkçi şu. Deyip Peygamber degen. Yine bir adam ki men düşman görgen bolsa bu adam Allah için boğan bir velinin kıptı düşman görüptü. Allah için boğan yani Allah bayadan lillahi veliyen degen gepneki üzü bu lillahi ada
Veliyen lillahi degan gap. Bu lillahi degan gap veliyenki ahir qo'ygan bu narsaga uchun nima mutalliq ayat mutalliq maksub. Bu yerda bir odamiki dushman ko'rsa bir Allah uchunki bir velini yani Allah bir veliniki o veli kim uchun edi? Kim uchun yani mutalliq maksub bo'ladi, adaq mutalliq emas. Men mushluğa Allah uchun bo'lgan bir veli, yani Allah'ını deb do'st tutgan, men Allah nima desam shu ishni qiladigan, men Allohga yaqinlashgan shu farz ibodatni qilgandan boshqa nafl ibodatni qilib, mushunday yaxshi ishlarni qilib, men bu odamning o'zi Allohga nima qilibdi? Yaqin bandisibdi. Men Qur'oni Karimda, yine Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislarida meni veli degan kim o? Ela inna awliyallah degan, yani onu başka yine Allah Kur'an-ı Kerim deydi. Muttaqilar, mu'minlar meniki nima awliyalarım deydi. Anda o için Allah'a meni yaxshi ishni qilish orqali mushundaq meni haromda saqlanib, meni Allah'ningki o'zini qilib, meni butun gunoh ma'siyatdan saqlanib, meni halol, pokiz ishlarni qilgan mush kishilarning o'zi nima u vali. Yani haqiqiy taqvo, muttaqi, solih bo'lgan er ayolniki hammasining bo'ladi, meni bu vali bo'ladi. Men mushu velinin o'zini bir adam düşman sat ko'ribdi. Sat ko'rishni nima deb sat ko'ribdi? O adamlar bu adamning orlig'ida bo'lgan adovat shaxsiy emas. Faqat mushu adam men mushundoq yani yaxshi adam bo'lib qolamdi. Mushundoq yani hijoblanamdi deydi mesela hozirgi davrning o'zida. Men mushundoq yani hijob, yani dinga aloqador bo'lgan narsaga o'zini bu adam nima qilibdi? Sat ko'ribdi. Sat ko'rgandan keyin bu adam to'xtab qolib, dushman ko'rib, unga zarar qilib, zarar ishlar qilibdi, obro'yini tikibdi, qarchaplabdi, inovatini tikibdi deydi. Undan boshqa meni yahlabdi, oliyibdi, o'miyibdi, ang tövbini shu. Dushman ko'rishning ang tövbini shu bo'ladi endi. Chitgan ichiga olmabdi, gap qilmabdi, past ko'rib. Meni uni yuqorishi tillabdi, haqoratlabdi, uribdi deydi yoki mushundaq cho'ng yoki ya o'ldi nauzubillah. Men mushundaq ish qilgan bo'lsa, qanday qiladi? Faqat barazallohu bil muharabati. Pes jazmen meni qarshi chiqqan bo'ldi, u kishi Allohga urushdi. Baraza yubarizi deydi endi. Urush maydonining o'zida ikki tarafdagi o'zi, meni sen bormi kelah deb mushundaq yiliqi qilishni ko'tirib mushta chiqqanligini o'zini muborazat deydi. Yani bir-birisiga o'ziniki kuchli ekan ko'rsatish. Bariz degan gap, baraz degan oshkor bo'ldi degan gap. Men muharabat bilan nima bo'lgan bo'ladi? Allohga uch qarshi chiqqan bo'ladi. Men Allohga qarshi men urush qildim. Men unga shu qarshi turdim deb haq bütün jamoatga, bütün yaratilgan narsaga oldida Allohga shu qarshi chiqqan bo'ladi. Deydi. Anda o için men haqiqiy taqvo muttaqi bo'lgan kishiniki o'zini. Men er olamdı, ayol olamdı, cho'ng kishi olamdı. O odamniki shu taqvoligini sat ko'radigan, yahlaydigan, kamsitadigan, men mushundaq ishlar qilgan bo'lsa, bu odamniki o'zi men Allohga rasmiy qarshi nima chiqqan bo'ldi, urush e'lon qilgan bo'ldi. Allohga qarshi urushgandan keyin Alloh uni qalab tutmaydi. Alloh qanday qildi unga? Məkədəb onundan intiqam edib, şundan onu oylamağa yerdən hər xil musibət, balay, afət, müştaqçı yetkizidi. Yani bu. Yani Allah karşısı Allah ne kadar kadir. Yani bu. Şunun için biz hakiki takva, muttaqi, salih, men er yoki ayollar bo'lsin, biz onu şu ayollar ya şu takvalığı, imanı, Müslüman dağçılığını her gün kemsitişken. Herkes onu hakaretleşke, onu tıllaşka, onu öşkürüşke, düşman görüşke hatta çok bulmaydı. Ve bu takva muttaki buluştaki üzen. Yani hakiki takva muttaki salih, mümin bulup yaşaştaki üzen, bu İslam dinindeki nemisi o bir şuarı. Yine deydi Allah Teala, deydi yine Peygamber cezmen Allah Teala yaxşı gördü, nemine söydü, yaxşı kişiler. O yaxşı kişiler ki onun idi, takva idi. Ular yine hapi idi. Mahbi iş kıldıgan, yuşurun iş kıldıgan, Allah'ını dep, hak yürüp kalmasın dep, fakat Allah'ını dep kıldıgan,
men har qanday ishning o'zida Alloh qilgan ibodat va ishlarning o'zida men mahbiy qilibdi. Haqqi ko'rib qolmasa, haqni deb qilmabdi. Men mushundaq sifatli kishilarni Alloh nima qildi? Yaxshi ko'rdi. Mana shu kishilar shunday qanday kishilar bu? Bu yaxshi, taqvo. Mana bu mahbiy ish qilgan kishilarning sifati qanday deydi. Bu mundaq. Qachoniki ular shunda bir kishiga qachoniki ular g'oyib bo'lsa, ya'ni ular yo'qolib ketsa, shu jamoat, shu mahallaning o'zidan, ya shu xil jamiyat, ya'ni olishib turgan mushtaq jamiyatning o'zidan bu odam nima bo'libdi? Yo'qolib ketibdi. Uchamizda nima qilmaydi? Lam yatafaqqadu. O yo'qolib ketdi deb uni nima qilmaydi? İzlamaydi. Kar yo'q. Bormi, yo'qmi? Men mushtaq odamlar. Shu odamning o'zi men Alloh uchun qildim deb Alloh uchun qildigan maxfiy ishning o'zidan hammasi cho'p bu. U yaxshi, har bir kishilar yomonlik kelmaydi. Mana o kishilarning o'zi mana taqvo. Men qachoniki hozir bo'lsa bu odam men shu yo'qolib ketsa, zot izlamaydi. Agar u odamning o'zi hozir bo'lib shu jamoat yoki surun deydi, yoki ziyofat, yoki u yer bu yerda, yo majlis, yoki bu yerning o'zida bu odam ma'qul deb asha bo'lib qolgan bo'lsa, u chog'da bu odam qichirilmaydi, da'vat qilmaydi. O men kelsa, voy mayat o'ltirsa, mayat o'ltirsa joyini ma deb hurmat yusidan bu da ishni cho'q qilmaydi. Vayna valam yuqarrar valam yuqarrabun. Vayna u odamni yaqimi qilmaydi. Yakın kalamasa o adam ayet oturup kalsa, vay menin yenimde otursun maden. Maya dedim kısın abru inavet bu adam yaxşı adam boğazken yaxşı layık bunu ornu matı deme. O adam da takal kendine yapıp takıldı ki hiç kadar bir adam menin yenimde tutsun demeydi. Yani bula. Mine bulanıki kalbi deyip yapmışsın. Men muşundak yaxşı kişilerdeki kalbi hidayetindeki çıraklardır. Yani bulanıki kalpli, şundaq pakiz ki, mana ikinci bir adam ezib ketgan bo'lsa, ezib ketgan odamga nisbatan qarag'uchilikning o'zida chiroq lozim. Chiroq qarab yo'l topganda, bulanıki qalbi shundaq nima onun hidoyatniki ayni deydi. Yani o'shiniki qalbidagi soplig'ida, uniki qalbidagi adovat yo'q, o'shmal yo'q, ko'ramaslik yo'q, mana hasad yo'q. Müşta gaybe şikayetden ibaret olan, beni çidimaslık ve hakaza deydiğim bir nesne ruhi kesel. Bunda bir nesne şu yok. Ruhi bekleme o pakiz. Pakizliğindeki üzerinde appak açık okşaş buludu ki, beni bula aşırı kalbine ergese hidayetçi tapıtı. Benim bulanın kalbici müştak çok kişiler. Beni yuhrucun. Bula çıkıdı yeni bir sıfıtı. Min kulli gabra'a muzlimetin. Ve çıkıdı bulan her kandak topa. Caydın ki o karanlık idi. Mene ulanıki yetip kapıdığın yer nime? Topa. Bu ali onda turmuş şu öyden, ali caydan, ali köpe, ali yastık, ali mene sapa diyen gelmlersin üstüne oturmazsın. Kayıt oturdu ulan topada. Oturacısı yok. Topada oturdu ki o oltuğa yanın üzerine karanlık. Karanlık ki onuncu olan xəhnəkidək hər çıraqını yıqadıdığan onda bir nəsi yox. Mənə aşağıda çıxıdı bu adamlar. Çıxan yerin nəsə öyrətqayı muşu deyil. Mənə muşu kişilərdəki özü, mənə bu nemənə yaxşı təqva olan kişilər ki o muşu. Mənə muşu. Onda o ki Allah Teala muş kişilərini nəmə qılıdı? Yaxşı körüdü. Hem de muşundaq kişilərdəki özü Allah'ın demisi onun velisi oludu. Allah'ınki yakın dostucu buludu. Bir adam muşluk düşman görüp, muşluk set görüp, hakaretler, kemsitip, inavatı düşürmen de bökten çaplap açtakkan olsa, bu adamdaki özü Allah'a karşı beni tuğançı buludu. Allah'a karşı tuğdu diyen gel, apırıp özem öldüm diyen gel buludu. Bu. Anda o iken, ben müşahedesi kalsasen, riyanınki çoğun olsun, mel küçük olsun. Her kandığı neymiken o şirkken. Yani şirk diyen gep neymi o? Dinden çıktı diyen gep mandaş kapattık o vakti yüzüde. Anda o iken, Allah kılgan ibadetindeki küçüklerin bir nesinin yüzüde mi? Xaq meniçi o andakken dep kalsın. Xaq meniki mandakken dep kalsın. Dep kıraatni, mesela kitapni, ilim okuşni, tebliğni. Dep xaq üçün kılmen dep.
Xalq meni chiqdi deb qolsin, meni ovozimda, meni hofiz deb qolsin, meni olim deb qolsin, meni boy deb qolsin, meni chiroylikan, yomonkan deb qolsin deb, men oshilda qon bo'lsa, bu odam shirk ishni, asli bu ish Alloh qilgan ish. Alloh qilgandiki bu odamning o'zi Allohga qilsa u odam Allohga qilish kerakdi. Lekin u odam Alloh qilmaydi demişqa, uniki e'tiqodida bu adam talab qilayotgan obro' inovatdan iborat bo'lgan bu narsani o'zini Alloh bermaydi. Berolmaydi, kuch yetmaydi. Uning uchun men ma odamni talab qilaman degan çok gap bo'ladi. Rasmiy prinsipalat ko'tarsak. Unidikin andikin Allohniki mu'ti, nafi va unidan boshqa hakim deydigan men mushu sifatchi e'tiqodchi qilmagan bo'ladi. Bu ani o'rtaq qilgandan keyin ko'rinishda Allohniki amal. Ama niyetide ikkinchi odamni qilmoqlikin men Alloh ani qilsam ma nima qilgan obro' inovat ma odam bermaydi. Men Alloh bermaydi deb anida talab qilgandikin manfaati buning natijasi o'chanizda ma amalda bu odam nima qildi? Alloh bilan ma odam shirk qilgan bo'ldi. O'rtaq. Men bu nima o? Ig'ir gunoh. Ya'ni mundaq chiqib ketgan vaqtda agar zohir bo'lib qolgan bo'lsa, o'chanizda bu nima bo'lgan bo'lsa dindan chiqadi. Men bu ise İmam İbn Majah Beyyaki Şuabil İman'da rivayet kılındı. Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Dedi Ebu Hureyre, dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cezme bir bende kaçadaki namaz okusa o bende, bana uç cayda. Uç kalete ne okuptu, namaz okuptu. Yani hak görsün, meydede hak menim jirvadı da mescitte mesela uyabiyede. Ben aşkar yani üzerine okuptu, o adam namazı okuptu. Namaz okup bu adamın üzerine çıraylı kıptı namazını. Digendek tadil erkan, digendek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuyandak aştağı çok okuttum. Tadil erkan, cahide kırıp, normal aşındak ruku seydi üzerine kıldığı yer taze obdan kırıp, aştağı çok kan bolsa. Ve okuttu yine o adam mehbi cayda, o adam mehbi cayda namaz okup, onu dikin çıraylı okuttu. Yani demek bu adam mehbi yerde olsun, ya aşkar yerde olsun, okuyan ibadetin üzerine ubdan kıptı. Ubdan kıptıdaki birisi deme Allah için kıptı. Muhlis, yani Allah için kıptı. Kalbi resmi Allah için çok buptu. Halis. Yani müştakıpta en beşi müşkelidir. Onu deyken tadil erkan diye dedik emniyet yükkelidir. Yani aşkar mehbiyenin üzerine okşar. Yani Allah'ın tabi çok kılıdıken. Yani mehbiyenin üzerine manda qaraq qilsa xahvoyangizni uzoqroq qilib, ovozi chiroqroq chiqib, ya uzun o'qib, mana unda qilmaydi ekan. Mayli xahbo yoki yo'q yani o'zida o'xshash, mana oldi bilan xolis Allohga niyatni Alloh qilib, boshqa chiqib o'qigan bo'lsa, qanday qiladi nima deydi Alloh taolo? Mana bunda qiladi. Deydi Alloh taolo, mana bu meniki bandimdir, mana mansub bo'lgan bandidir, mana mansub bo'lgan bandim, bunda qiladi haqiqatan. Dem müştakçı deydi. Yani bu benim bendem dep Allah Teala müştakçı dep kedidi. Yani bu benim bendemdir bir hak olgan alettir. Yani hakkan degen gapning o'zi mafhum mutlaq bo'lib, buniki amili nima o mahsub. Yani bu meniki bendemdir, hak oldu, bu benim bendem bo'lman hak olmoqligi. Degan gap. Yani haqiqiy bu meniki bendem bo'ludi. Dep müştakçı deydi Allah Teala. Yani biz Allah'ınki hakiki bende buluşumuz için bizdeki barlık işlerimizin üzerinden hak köremde, kömemde, mehbi ya ki yuşru yani üzerinden aldığından Allah Teala bizdeki emrimizdeki mehbul, kabul kılış için bizdeki niyetimizi halis buluşu için talep kılıdı. Halis niyetimizi kalaydı. Benim meyli yuşru olsun, mehbi olsun bizim niyetimiz halis Allah için olsa o çağımızda biz Allah'a layık olan bir bendiçi bulamayız. Yani Allah'a olan layık bir bendi bolsam bol desek, biz muşlak çok kılışımız çok gerek. Bulup mu riya, summet, şöhret perestin ibareti olan bunda bir nesli şu saklaşımız çok gerek. Muaz bin Cebel radıyallahu ta'ala rivayet kılındı şunu da gezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Yakunu fi ahir zamanı. Buludu ahir zamanda bir münçe kavm ki men aşkara
oshkorlikniki nimasi? Qarindişi. Mahfiylikniki nimasi? Yushruniki dushmani. Mushunda bir qomchi bo'ladi deydi. Oxir zamonda shular bir odamlar chiqadi, bu odamlar mana yushrun, ya'ni maxfiy qilmas emas, oshkor qilganniki qarindishi. Ya'ni har qanday ishniki o'zidan oshkor qiladigan. Oshkor bilan bu odamniki o'zi qarindoshdek. Qanday ish harakat men qiladi ekan, buni nima qiladi? Uni davomli oshkorlaydi. Haq uchun cho'q qiladi. Ammo u ishniki o'zini maxfiy bo'lishini dushmaniki, maxfiy bo'lish kelgan vaqtda nima o'sh, nima uchun demeding, nima uchun oshkor qilmading, haq uqsonmamdim, men bilsonmamdim deydigan mushundoq mana nachar tabiatlik insonlar oxir zamonda chiqadi. Degandan buni endi sahobalar debdi so'rab, deyildi, ya Rasululloh, qandoq bo'ladi bu ish? Bu oshkorniki do'sti qarindishi, maxfiy ish, maxfiylikniki uning dushmani degan qandoq gap bu? Degan vaqtda payg'ambar dedi, zalika bi rag'bati ba'dihim ila ba'din va rag'bati ba'dihim min ba'zin deydi. Bu ish shunday bo'ladi. Bunda degani ya'ni oshkorniki qarindishi va yushrun dushmani degan, ularniki ba'ziga nima qiladi? Qiziqadi va uniki ba'zi uchun qo'rqadi. Ya'ni degani yani o'zi ko'ngliki, yani o'ziniki ko'ngli tatqan ishni cho'q qiladi. Ya'ni o'zi yaxshi ko'rib, ma odamniki o'zi anglab qolsin, o'qib qolsin desa, o'ziniki havosiga ergishib, o'ziniki nafsiga ergishib, nafsi nima qildisa, hamma deb shuni cho'q qiladi. Ma nafsiniki o'zi ma haq anglab qolsin, o'qib qolsin desa, sen olimkan deb qolsin, hofizkan deb qolsin desa, uçağımızı şu işine qilib, ko'ngli shuni qilib, toza haqni o'qisin deb qiladi. Endi bu odamning o'zi, ma odamning kuchi yo'q, bu odamning nimasi yo'q. Hech qanday inovat qilsaqmi, o'qib bersam buni inovat tap qilmay, pastapidagi odamlar bu qo'li bir ish kelmaydi deb, o odamni puylab ashtaq qilgan bo'lsa, uçağımızda deb u yerda qilib unmay, u ishniki o'zini, buni bilan o'qib bersam, mana mening qo'limdan buni qo'li hech qanday ish kelmaydi. Endi turdim shuna deb men deb ashundaq bu odam u yerda uchinchi ashtaq cho'q qiladi. Meni bu nima on? Meni oshkorniki do'sti va yushrun ishniki nimasi on? Dushman degan kishilarcha mushta bo'ldi bu kishilar. Deb o'zi qo'l tatqanda men mahaq boshliq kipti, yoki obro'li odam kipti, yo jamoatga mandaqkan, yo pulli qulva odamkan, qo'lida pulva bir odamkan. Az bir o'qota haqbi bunu benim ukvasımın kadar ikemliğini dep ko'ngli açlık hakmıdı. O şeytanlık qilib, ko'nglning o'zida açlık küçügen bo'lsa, derhal şu ishni qiladi. Xani artaş umqilmay, xani men mashtaq deb qolsin deb. Ama ko'ngling o'zi bu odamning o'zi qo'lni ish kelmaydi, o bular ish qanday nima yo'q-ku deb qolsa, uni cho'q qilolmaydi. Ba'zida bo'lmaydigan gap. Faqat buni ishniki o'zi dunyoviy manfaatparast, shuhratparast, obro'yparast, inovatparastdan iborat bo'lgan shu ishniki qul bo'ladi debdi. Men bu deydi, mushtaq bir insonlar oxir zamonda chiqadi debdi. Hozir bu ishlarniki o'zini diqqatimiz hozir ko'ryapmiz. Bo'libmi mush zamonniki o'zida har qanday bir ish qiladi ekan. Men shu ishniki o'zini men qanday qiladigan ko'ryapmiz. Bir odam o'lay deyapsam, shuni olib shu video chekib ma'ni qildim deb, shu endi uni demasam hammamiz bilamiz, men mushtaq bir holat shu bo'lib ketdi. Shaddad al-Aws radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi, dedi o Shaddad. Anladım ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de deydi. Bir adam ki namaz o'qigan bo'lsa, o adam holatiki riyo qilibdi o adam. Yani riyo qilibdiki, mening namoz o'qiganim boshqa adam ko'rib, meni mandaq namoz o'qiydigan adam ekan, ubda adam ekan, desin deb boshqacha o'qibdi. Bu adam o'qishda namozniki o'zini meni Alloh farz qilgan. Men Allohniki farz qilgan ibodatni men Allohga xolischa o'qidim. Demasdan, men haq o'qib, haq menga inovat etib, yaxshi. Men adam desin deb boshqa o'qigan bo'lsa, ben cezmen bu adam çoğu nima bo'ldi uçağın o'zida. Ila o adam shirk keltirgan bo'ldi deydi. Yani o'rtaq qilgan bo'ldi shu amalning o'zida Alloh bilan
Meni a kişilarni nima qilgan bo'ldi? O'rtaqcha qilgan bo'ldi. Valuki Alloh taolo meni oldingi darsimizda nimayti? Her qandaq o'rtaq va shirikchilikdan Alloh unidan nimayti u bejatdi. Tushmaydi. Allohdan boshqa bütün mahluqotlar nimaga muhtoj? Bütün o'rtaqlikqa muhtoj. Ya'ni bir narsa bo'lmasa u narsa vujud chiqmaydi. Meni o deyildi Allohning darsimizda. Endi Allohcho hech qandaq o'rtaqqa ehtiyoji yo'q. Allohu samat. Bir adamki ro'zsa odam holatiki riyo qiladi u odam. Uchadi u odam nima qilgan bo'ldi? Shirk keltirgan bo'ldi. Ya'ni shirk nima u? Xafiy. Kichik shirk yoki maxfiy shirk deymiz. Va bir adamki sadiq olgan bo'lsa odam holatiki riyo qiladi. Haq yurib qolsin, baykan deb qolsin, deb ko'nglida ashni kuychirib bir odamga sadiq ihson qilgan bo'lsa, bu adamning o'zimi shirk xafiydan iborat bo'lgan, mana yushirin shirk yoki kichik shirkdan iborat bo'lgan, bu narsani çok qilgan bo'ladiki, ig'ir darajada gunohchi kabira qilgan bo'ladi. Gunoh kabira qilgan bo'ladi. Endi bu odamning o'zi faqat shirk dedi, shirk bo'lib ketdi dedi. Biz zohir bu, agar mushun niyat bo'lib qolgan bo'lsa, zohirda bu adamniki zohirniki o'zida dindan chiqatdi degan. Lekin biz endi zohir bo'lsa-mu boshqa hadis va oyatlarga asosan men mushundaq kelgan hadislarning o'zini u zohir bo'yicha amalchi ma'nichi etmaymiz. Unda tushunmaymiz. Ya'ni shirk degan nima? Payg'ambar bu hadisda deydi. Shirk ikki. Birisi büyük, yeni birisi kichik yoki maxfiy shirk. Unda o'g'an ekan bir odamning o'zi shirk asg'ar yoki maxfiy shirk qilsa dindan chiqmaydi. Ya'ni shu odamning o'zini shu mu'min musulmon deb qiladi. Bu nima? U gunoh kabira. Agar bu odam shunday ishni ko'ngil qilib qolgan bo'lsa, buniki tövbesi qanday bo'ladi? Bu odam darhol men Alloh bilan bandaniki o'ttirsiga ish bo'lgan ekan, darhol Allohga tövbe qilib, Allohga istig'for etib, mana buniki o'rniga yaxshi bir ishni qilib, qat'iy ikkinchi qatim bunday ish qilmaydigan va'da berib, tövbe qilish kerak. Onun için Allah bu adamni o'tkazgan men ash gunohiniki o'zini apuchi qiladi. Ammo namoz maqbul. Namoz endi zohir tarafda islom degan imom zohir qarab hukm qilib bo'ysunadi degan. Ya'ni bu odamning o'zi zohiri bo'ysungan bo'ladi. Zohiri bo'ysunib islom, ya'ni musulmon bo'lgan bo'ladi. Ammo uniki ma'naviy tarafniki o'zida Allah uchun qilgan ishni haq uchun qilgan bo'lganligi ma'naviy tarafda uni savob yo'q. Ammo musulmon bo'lganligi musulmonniki İtibarı bilen Allah farz qilgan gadiniki farzini ado qilgan bo'ladi. Mana shu. Ammo savob bermaydi. Yine Şeddad ibn Evs radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi, shunda deb jazman bu Şeddad yig'lab ketdi bir kuni deydi. Bas deyildi shu Şeddadga, nima yig'latdi seni deb deyildi. Degan vaqt o'zida bu Şeddad dediki, o yig'latgan narsa shunday bir narsadir ki anladimmi? Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem'den nima qildim anladim. Men deydi Peygamber şu degan gapini anlab, shu aslab yig'lab ketdi. Shundan bu gapniki o'zini men hozir asladim, shu aslaganlikni o'zi meni yig'latdi. Deydi. Nimani anladıysa devadı. Anlagan edim Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem deydi. Qo'rqim men meniki ummatimdan shirkdan va shahvati xabidin. Buni da qo'rqaman. Deb Peygamberimiz çok degan. Degandan keyin dedi u Şeddat, dedi men ya Rasululloh, oyoqchiligi ummatlari sildiki mushrik bo'lib ketamdi. Desem, dedi Peygamberimiz, mushrik bo'lib ketadi. Ammo jazman ular kuniga va oyga, toshqa va butga ibodat qilmaydi. Zohir tarafda mushrik bo'lib, men hozirgidek o mushrik qilg'idak undan çok bir ishni çok qilmaydi. Lekin ular riyo qiladi, o'zi qilgan amallariniki o'zining nima qiladi? Riyo qiladi. Haq ko'rsatadi. Men Allah uchun qilgan ibodat ishlariniki o'zining men bundan foydalanib, chunki Alloh qilgan ish bo'lgan bo'lsa, men har qanday mu'min musulmon bu ish qarab o yaxshi odam deydi.
yaxshi odam deb nima qilgan gap, uni baho beradigan gap. Men bu yaxshilikdan iborat bo'lgan. Shu orqa xalqniki men ko'nglidan qalbini bir o'rin elish uchun, obro' inovatni tepish uchun bu odam qanday qiladi shu ishni foydalanib, men namoz o'qish, yaxshi ish qilish, qiroat o'qish, tabliq qilish, bir yerda qiroat o'qib berish degan bu ishni qilish orqali mana ash Qur'ondan, ash o'qishdan bu odam oniki xalqniki qalbini o'ziniki niyat bo'lgan obro' inovatni o'zi nima qilish, uni tepish. Men bu nima? Men bu riba. Bu nima? O riya. Men bu oldu. Men bu mushu kishilarniki o'zi mening ummatimniki mushunda ish qilishni qo'rqib ketaman debdi. Men bu hozir qarab olsak, hozir qarab baksak, mushada o'qiyotgan bo'libmi mush hofiz qorilarniki ichidiki, men Allohning Qur'onini obdan o'qiydi ekan, nihoyatda yaxshi ekan, ovozi obdan ekan deb o'qisan, men o'ziniki ashu qoriligini mena haqqi namoyon qilish uchun aşağıda vaqirab, jaqirab shundoq o'qib ketadi. Ammo bu odamniki o'zi o'qishdan, o'rganishda ashtaqchi o'qibdan. Ama ashtaqchi o'qibdan. Nəhayət chiroyli o'qibdan, tajvidlik bilan men ovozi o'qibdanmishda o'qibdan, odatlanibdi. Men odatlanish orqali bu odam ko'nglida mushuni o'qish orqali xalqniki hech bo'lmadiganda ozroq bir ish kelin bo'lsa-mu, Qur'onni anglash orqali bir savob teppasin dedim. Allah'ın kelamı hemmetin uluq olğandan keyin hech bo'lmadiganda bir qancha adam, bir qancha ming adam ya bir qancha yüz adam o'zi bu orqali anadikin bu yer savob teppasin va Allah'ın rahmeti tushidi. Men bunu bir anlatib olay deb ma maqsadda qilgan bo'lsa, o'chalik o'zida bu riyo olmaydi. Ammo bu odam debdiki, shundoq Qur'on o'qib bergan, yo tabliq qilgan, yoki o'qish qilgan, yoki xayri ihson qilgan deydi. Har qanday bir ishni qilgan odam. Ammo buni men shu ishniki o'zi sababidan men bir ana inovat deb qolay. O'zlarini bir ko'sib qo'yay deb anlatib, shuhratparastlik qilib oshtaqan bo'lsa, bu nima o? Riyo. O adam u yerga chiqib Qur'onni o'qib, tabliq qilib undan hech hojat yo'q. O qanday boshqa tehi Allah jazolaydi. Ya men bilsem sen menden kütmeyiz haqda kütemsen. Deb yuqori deyilgan edi sen. Men haqni qilishni al. Shu inovatni debding, men haqni qilishga al inovatni deb Allah shuni aydaydi. Endi shahvat xafi degan nima? Shahvat xafi degan, ya'ni yushurun shahvat. Bir shahvatga u nima o? Yushurun. Yushurun shahvat shuki tanaturda ularning biri ro'za tutib. Unidikin ulağa bir shahvat, o'zidagi shahvatlardan bo'lgan bir shahvat to'g'richi bo'lib qoldi. Endi shuna bu odam o'zi ro'zani qilgan gap uchun o'ziga men buni tark etdim. Ya'ni bu odam men farz ro'zaga qat'iy bo'lmaydi. Ammo nafl ro'zadan iborat bo'lgan mushta bir ro'zani tutsa, atgan qo'pib meni zo'liq yap ashtaqan bo'lsa, unidagi bu odamga bir shahvat paydo bo'lib ketdi. Qanday? Masalan, kunduzlari uyda ayolına oturup bir yerde yetip yani cima yoki yeni bir yemek yiyip kaptı o uçan çiğdiyamay bu adam apırıp hem de rozusum onu rayı kılmay açtı ne vakıftı bu adamdaki üzeri ben aşlayası çoğu yaptım. Ben aşında yaptım. Anda o andaki yoki o adamdaki üzeri Allah'ınki ibadet kıldığın bir ibadetin içideyken. İçide bulup bu adamdaki üzge bir xil aburi inavet yani şöyle bir taz gap qilib, tazbih o'qib, tazbih nim qilay deydigan, men mushundaq meni shahvatdan iborat bo'lgan narsa ta'lim bo'lib o'tgandir, to'g'ribdi. To'g'ri bo'lgandan keyin u odam darhol o ishniki o'zini, ya roza, ya ibodat, ay yaxshi ishni o'zini Alloh qilgan ishni niyatini uni tark etib, men haq uchun qilaman degan ashtaq bo'lgan bo'lsa, bu nim bo'lgan bo'ladi? Shahvat xafi degan yushurun shahvatdan iborat bo'lgan narsa mush bo'ladi. Deb peygamberimiz müştaq degan. Anda oğandikin hozir bizniki mana jamiyatga qarab baqsaq, men mushu narsa xodichu emas. Buni hech qadar vaqtimizda mana butqa, kunga yo toshqa uni ibodat qilmaydi. Qanday qiladi? Ular haq ibodat qiladi. Obro'y topaman deb uni ilohiy bo'ladi, haq bo'ladi. Obro'y bo'ladi, inovat bo'ladi. Mana bu shuhrat bo'ladi. Bu butqa
bu narsaga ibodat qilib, bütün qilgan ishning o'zida Alloh qilg'ish tegishli bo'lgan ishning o'zida bu odam shuni boshqardi. Va inovat topay deb boshini aşağı urib oladi ekan, shunga nima qilgan gap u odam meni dindan chiqadigan gap, savb bermaydigan gap. Men mush ishni debdi payg'ambar ish qildi. Ish hozir bizda çok band. Bormi yo'q? Bor. Bo'lib bu hozir davrning o'zida har qanday bir ish qilsin, zodi u ishniki o'zini xalq ko'rib qolsin, ko'rsin, men bizni ishimizni deb boshqacha qiladi. Bu ish qo'shning o'zida men oldingi darsda o'tdi. Lekin u odamning o'zi şu işniki üzerine aşılaq demesi çok bo'lmaydi ekan. Ama konuda Allah üçün. Lekin o adamın üzeri şu hakkı demese bo'lmaydi ekan. Diş arkalık Müslümanlarınki inavati, yaxşı adamlarınki inavati, yaxşı adam degan mındaq bo'ladi. Bu adamni yine qilib qolmaydi degan maqsadda men aşılaq qan bo'lsa bu yerda har kimsa inovat uchun emas, obro' uchun emas. Müslümanların şevkiti ve inavatını hakkı uqtirib, men mandaqken deganligini va o'zligi xolis qilayotgan ishniki o'zini yana haq uqtimiz bilmagandan shu orqali bu yaxshi odamning inovatini qilay, bu yaxshi odamning ishlarini haq uqib qolsin degan mandaq bir maqsadda qan bo'lsa, obro' inovat emas. Bizim uchun ko'rdim yaxshi odamga mandaq ish qilamiz deb hozir haq demiz bilmagandan keyin yomon odamning o'zi riyodan nima chattig'i, shuhrat bilan nima chattig'i, faqat shuni qilma degandan keyin bular tarafdan aşu mana bu nima der? Men şu haladagi qurtdak shunday harakat qilib, men jamiyatni sesitib, xalqniki shu ko'zi va qo'lg'ini uni sesitib, aqlim ishlamas qilib qo'ygandan keyin buni qartandagi yaxshi odam qildi qilgan gap. Yaxshi odam shu qotgan ishi bor. Bunun uchun andagi yaxshi odam qo'ldan bir ish kelmaydigan şey deb qilgan gap. Haq shunda darajaga yetib qoldi endi. Unda bu e'tibor bilan uni taqibdi, haq uqtiribdi. Ammo niyatida obro' emas, shuhratparast emas. U chog'ingizda buni qilishligi o'zi nima o yaxshi ish. Bu chog'ingizda yaxshi va obdan odamning inovatini ko'targan bo'lamiz. Yaxshi va obdan odamning inovatini ko'tarish va uni taqitishning o'zi, namuna qilishning o'zi bu bir nima o ibodat. Bu nima o ibodat. Ham İslam dinimizning shuarini ko'targan bo'lamiz. Mana da'vatdan iborat bo'lgan bu da'vatning bir qismi cho'q bo'lgan bo'ladi. Ko'rdingmi? Men yaxshi odamning o'zi meni bundan ish qildi, qara, meni ko'r. Manda ish qildi. De mana yomon odamniki oldida buni texmi obdan ko'rish uchun men bunda qan bo'lsa, bu inovat emas, bu haqmada deb qolsin deb unda demaydi. Demak, men mushtaq qan bo'lsa, bu nima yaxshi ish, ibodat, bu noiti nima o qilish deyish bo'lgan bir ish. Ana oniki bu ishniki o'zini tepalish kerak. Hozir yomon odamniki, nachar odamni qotgan ishni qarab baqilib, Hammamiz bilamiz kimni kim qotganligini. Ebu Said Hudri roziyallohu ta'ala rivoyat qilindi, dedi Abu Said. Chiqdi bizning ustimizga, bizga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir kuni bizning qarshimizga chiqib qoldi. Vaolki biz muzokara qilishyotdik Masih Dajjalni. Men oxir zamonda chiqilgan Masih Dajjal degan andoq bo'lgan, bundoq chiqilgan andoq degan gapni shu deyishyotdik. Degandagi dedi payg'ambar. Allah uxbarikum. Aya endi xabar vermayman sizga. Anda bir narsa o narsa sizga en qo'rqinch mening nazrimda. Mana bu Masih Dajjaldimi bak sizga qo'rqinch bo'lgan mening tushunchimga asosan bir narsa. Siz hozir Masih Dajjalni bak qo'rqinch bu bo'lmaydi deb qo'yatsizlar. Ammo menda buningdimi bak qo'rqinch bir ish vasılda. Men sizga shuni deb bermayman dedi. Degandeki dedik biz voy shundoq qilibsiz ya Rasululloh desek, dedi payg'ambar. Şirkul hapi. Yuşurun şirk. Yuşurun şirk degan qanday bo'lsa payg'ambar dedi ki, yuşurun şirk degan shuki turdi bir adam, men namoz o'qiyman deb nima qildi? Turiydi. Mana adam yo'q zot u yerda. Ko'nglida yani manchilik o'qiyman, ya manchi minut o'qiyman, ya masörni o'qiyman deydam namoz o'qishni burun Allohga deb bo'ladi. Ham degandiki u odam namoz o'qiydi. Namoz o'qib, unidikin namoz o'qib bo'lgandiki qarab baqsa, birinchi odamlar kelib qoldi deydamda. Kelgandiki undiki ziyoda qildi bu odam o'zining namoziga
ziyoda qildi. Yani burun o'qiyman degan namozniki aslida bu adam ya palon so'rini o'qiyman deydi, uni da voy buni boshqa bir so'rini o'qiyay. Ya mandag'roq o'qiyman deydi, ya aldirma bir o'qatay degan burunki niyatini sen ushqcha qilib qo'ydi. Ushqcha ashuncha ziyoda qildi. Nimishqa? Nimasidan ko'rdi u adam? Bir odamniki u kishi qalavatganligidan ko'rdi. Bu adam sirtmodoq chiqib, sirtmodoq adam modoq bo'lgandan keyin, unda bo'lgandan adam kulib etibdi. Men burun ma so'rini o'qiyman, qisqa so'rini. Yoki rukusayni modoq qilib shu, ya'ni ta'dil arkan mushtaq qildim. Ta'zi bir uzun so'rini o'qing. Ta'dil arkan aldirma, o'qib xushro qilib, mushta shaklda mushtaq qilib o'qing. Xahmin rasmiy taqvo muttaqiqa deb qolsin. Ondan keyin mening hurmatim chiqsin. Yoki olmaydi. Boy adam bo'lsa pul bor ekan, pul versin. Yoki palon qiz bor ekan, ya qizni yurib qolar deganida, men mushundaq maqsadda o'qgan bo'lsa, men bu nima deydi uni shirkul xafi degan, yani yushirin shirk degan musho deb payg'ambarsam mushtaqchu degandi. Men buni da qo'rqmasdim. Masih Dajjaldan uni qo'rqaman, lekin buningdan ben sizniki o'tiranda mushundaq shirkul xafidan iborat bo'lgan ibadetin üzeri hak için kılıngan bir işten korkma. Bak eğri işte. Yani demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzü korkudan işinin benim muşun diyen boğandaki bu en eğri günahdı. Yine Mahmud ibn Labid radıyallahu ta'ala onu rivayet kıldı. Şuna da cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Cezmen bilinmezki qo'rqinchroqi qo'rqimdan silgan. Meni silidin qo'rqadigan narsaniki eng qo'rqinchroqi nima desa shirk asg'ar. Kichik shirk dedi. Men silib bak qo'rqaman bundan. Boshqa narsami bak qo'rqaman, ammo boshqa narsa qaragan vaqtda bunidan bak silib bo'lib qolamdiki deb silda men buni qo'rqaman dedi. Degandiki dedilar ular, "Ya Rasululloh, shirk asg'ar degan nima? Kichik shirk degan nima?" Yani çoğu şirk degan zadani onu bildi. Degan dedi Peygamber riya dedi. Riyanın özü şirk asg'ar dedi. Men bunu bak qo'rqaman. Kim bundan xoli bo'ladi mesela? Deb bakalım. Ders. Men bo'lsa İmam Ahmed rivayet qildi. Va ziyoda qildi İmam Bayhaqi Shu'abil Iman degan kitobda tovanki Peygamberimizniki mene bu mu degandi, ma gapni degandi deb ziyoda qildi. Deydi Alloh taolo ular uchun ol bir kundagi meni mukofotlaydi. Jazo berdi Alloh taolo bandalarga o'ziniki amaliga qarta jazo beradigan kun vandi, qiyomat kuni. Qanchalik amal qilgan bo'lsa, qanchalik nima qilgan bo'lsa shuni qarta Alloh mukofot beradigan gap. Yaxshi qilgan bo'lsa, yaxshi, as qilgan bo'lsa, askin. Men shu kunda Alloh taolo deydiki, nima deydi? Beringlar anda bir kishilarga bertansa riyo qiltansa dunyoda. Dünyada riya qilgan kishilar çok berpeqana. Pes qaranglar. Mana aya tapalamsizlar ulardanki qishidan bir pochil. Bu bir yaxshilikni nima qila olamsizlar? Tapa olamsizlar. Ya'ni siz umid qilgan yana bir poch bor. Bu inovat. Va undan boshqa bir yaxshilik vaqti, savob va undan boshqa mukofot. Men mush narsaning o'zini berpeqan qilgan osh degan odamlar, mush osh odam ko'rib qolsin, osh odam ko'rsin, bilsin deydilar, berpeqanlar qilib bormiki osh odam. Deb men riyo qilgan odamlarga o'ziga Alloh taolo men mushtaq nima qildim deydi. Deb shunday çok degandi deydi. Biz mushu dunyoda kimni ko'nglimizda ma odamni ko'rsib qo'yay. Ma odam meni mandaq deb qo'y. Chunki obro' inovat bir narsa. Men shu narsa odamniki qalbidan hurmatni meni qo'zg'ash orqali men bunidan mening bo'lgan hurmatimni, menga bo'lgan hurmatni oshiraman. Yoki uni uchun barpo qilaman degan shu inovat shu bo'ldi. Men bu narsa u bir nima bir narsa. Undan o'g'anki bu narsaning o'zini ma dunyo qandikan a dunyoda qo'pman Alloh berpakanlikni topa olamiz degansan unga. Qani, obro' emsa aşağıda voy osh odam menga inovat qilib hurmatlab mushtaqam bo'ldi. Ma dunyo berpakan osh odam sizlar hurmatlandik, hozir qanday qilib qani. Men hurmat topa oldim deydi. U odamni qarab baqsak o'z holi bilan. Nima qilishni bilmaydi-da, mana shunday holatda. Ebu Said Hudri radıyallahu ta'ala rivayet kıldı dedi Ebu Said. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cezmen bir adam
bir əməl qılğan bolsa, o adam əməlini bir taşın içigə, bir taşın içi kirib bir iş qıpdı. Ki onun üçün ne darvaza, nemi yox, röcəkçi yox. Röcəkçi yox, qüvvətli. Onun darvazım yox kirdiğən, ya ki haqq anlayğan işçilik əhval bilməsi bir röcəkmi yox. Yani derizmi şu yox. Bir taşın içi kirib bir adam əməl qılğan bolsa, çıkıdı bu adamın əməli adamlarınki qışqışı çıkıdı qandaqlıqın bolsa. Aman bir gün qalıdı o, men çıkıp çoğu qalıdı deb Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men açtaq çoğu dedi. Adam oldu ki, men qandaq bir adam bir işni qıldıken haq görmüsün deb, bu işniki qandaq ikenligi men bu dünyanınki üzüde bu adam ne qalıdı, aşkarıp qalıdı. Bilinip qalıdı deydi. Şu an ne mi deymiz? Şuna yanık temsil bağı, yanık tamınki kuluğamış edigen gibi. Nereden okup kalğandı o hak okumaydı dedi. Bu hemen bir yönü çünkü mehbi işindeki üzün vücut ku adam çıkargandaki bir nesik aylandı. Nesik aylandı diyen gepniki üzü yani manevi nes olsun maddi nesek onun vücut var. Vücut boğandaki bu adamdaki bu vücut boğan işinin üzü cezmen uçun ya üzge ya başka bir adamı o tesir kılıdı. Tesir kandaki bu adamın neyim için kandığı, kandak kandığı uçağımızı bir yer çok aşkarap kaldı. Bu ne? Deydim. Şu Allah Teala nemini kısalı vallahu muhricun ma kuntum taktumun. Sen kanda bir işini bir narsa yuşurğamızı Allah çıkırdı degen. Kanda bir narsa yuşur haq görmüsün deb qo'ysanmi Allah bunu çok uqtirib qo'ydi. Osman Affan radıyallahu ta'ala rivayet kıldı dedi Osman dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adam ki bolsa o adam için bir yaxşı yuşurun iş yoki yaman bir iş yuşurun bir iş bo'lgan bolsa oshkor qildi Alloh taolo shu ishdan bir rizo bir ko'ynakniki to'nildi mana shu adamni shu ko'ynakni to'nildigan bir ridoni nima qildi oshkor qildi. Ya'ni bir adamniki yuşurun yoki yoshil mahbi mana yaxshi ya yomon ish bo'lgan bo'lsa Alloh taolo shu yaxshi yomon ishni meni bildirgan bir alomat qildi deydi. Va bu yerda rido qilgan ko'ynak degan gap bir odamni kiyayotgan ko'yni qarab u odamni qanday ekan o'qiladi. Ya'ni demak bir odam yaxshi yoki yomon ishni o'zini mahbi qilsa Alloh taolo shu yaxshi yomonni bildirgan bir alomat qilib qo'ydi deydi. Bu alomat qilib yani demek sizdeki niyetinizin kandak ikenligini aşı nemi bildi, emininiz ispatlaydı. Eminlikte arkalık adı bilvalimiz bunu. Bu riya kıldı mı mesela Allah için halis kıldı mı bunu ne bu kalemiz uçağdan emin arkalık kalemiz. Şu arkalık emini arkalık bu adam riya korken ma adam nemiken riyakarçı emesken dep uçakçı kuluçu bulduğun gibi. Bu ne demek şimdi? Xanın üzüme riya qılmadım demisimi? Riya qılmadım mən dep turvasımı uçağınızda əmil qarab oqub qalımız. Ömür ibn Xattab radıyallahu ta'ala rivayet qıldı. Bu adam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet qıldı dedi Peygamberimiz. Gep şunu mesela qorqum mən muşu ümmetin her qandaq munafiqdan ki gep qıldı munafiq hikmetler gep qıldı. Lakin əməl qıldı bu zulm bilan əməl qıldı. Men bu ümmeti Muhammed'idin, men muşluk içinden muşluk bir münafık, pasık, riyakar muşluk bir adamlık yüzünden çıkıp gelişte korkumen. Dep Peygamber aleyhisselatü vesselam muşlukçu digendi, deydemdi. Yani demek, meyde muş ümmetin hikmetlen gep kolu deydi. Yani o adamın yüzü hikmeti yemen, toğra, uptan, şundak felsefelik gepni kıldı. Bununki en uptan gepi nime o gepnin içine Kur'an bilen yediz. Kur'an yedisi bilen şunda gep kadıdı, şunda ağzı baskırıp ağzı uptan, müştakçı gep kılıdı. Lekin bu adam zulüm bile emel kıldı. Yani özü kan gepnin üzgüçü emel kılmaydı. Özgü zulüm kıldı. Xalqni onda kıldı, gibi çıraydık. Kur'an yedisi diyen şunda sözler kıldı, van kıldı. Ama o adamniki emeli kelse, men o adamniki emeli özü kıvatkan, hakkı vatkan gepine neymi o? Zikti. Bu neymi o? Munafık. Neymiş ki munafık? Çünkü bu adamniki emeli bilen kalbi neymi kemedi, okşaş kemedi. Kalbi bilen emeli
Kalp bilan amalniki o'zi o'xshash kelmaganligini nima deymiz uni? Munofiq deymiz. Bu nima u? Munofiq. Meni mushundoq munofiqlarniki meniki ummatimniki ichida chiqib qolish qo'rqaman. Chunki bu munofiq, bu fasik munofiqning o'zi meni normal odamni aldaydi. Oshkora bo'lsa Qur'on hadis deb o'qiydi. Buniki niyatida nima qilgan gap o'zi uni amal qilmagandan keyin xani ashda qilish orqali obro' inomat yoki pul tepish, pul yig'ish meni xahniki qalbini moyil qilishdan iborat bo'lgan. Musulmonlarning birlik va ittifoqini buzadigan. Men mushundoq yuyishning g'arazli narsaniki o'zida bu odam nima qilgan gap uni yuyishirib, men osh ishni cho'q qilgan gap. Bu nima u munofiq? Hozir buni nima qatimiz hozir ko'ryapmiz. Meni buyunib chiqadigan, meni ummatniki umum manfaatiga zid, mana ziyonli qo'ygan harakatlarni qilayotgan o'zi men mushtaq kishilar. Mushtaq kishilarga chiqadi. Qur'on yesi o'qish orqali vujudi chiqadi bu. Ondaki xahning o'ziga o'zligi toiflarni shundoq odamni ashtoq mayl qilish orqali o'zi og'zi kuch topdim deb mushundoq ziyo ishlar qildi. Bu endi bu undoq emasmi desa, bu bir Qur'on yesi o'qiyotgan o'ziga tushunib. Men onda ish qilman, mada ishni qilman deyotgan bu eng xatar. Payg'ambar shunday degan. Bak qo'rqma bo'ldi degan. Chunki bundan kelgan ummat musibat bak ig'randi. Ha sirtdan kelgan dushmandan uncha emas, ma ichidan chiqqan mushda odamlar ummat vayron qildi. Bizniki mushda ichinish ahvoli qilishimizga men sabablarning birichi mushu. Ham uning ustiga sirtda hozir men mushundoq birlashish iborat bo'lgan bu narsa bir yerga kelmay mushundoq vayron bo'lishning o'zi. Men mushundoq kunlarning o'zida mina men sen deb ashtoq qilishning o'zi mushundoq munofiqlarning sababidan bo'lyapti hozir. Umi bir yerda turib zahir tarafdan mana ubda odamning qiyofatiga kirib olib, Qur'on hadisini deb o'qib, tabliq qilib mushtaqqandan keyin, lekin ba'zi odamni qo'pib, bu mushundoq deydi. Lekin bu yerda ummat pocha, pirqa mushu tarixda qo'li chechilib, hech bir yer kelmaydigan holat bo'ldi. Ammo bizniki holatimiz buni uchun talab qilmaydi dersin. Hozir ichinish holatda. Bunun kelgan zarar bak ig'ir. Yine muhacirni Habib radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi dedi muhacir. Dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam deydi Alloh taolo. Dezmen men emasman, her qandaq hakimniki sözünü qabul qilgan unda adam emasman deydi Alloh taolo. Yani her qandaq hikmetler sözlerden alim, ulama yoki farapusur doktor deganidek aşındaq kişilerdeki sözünü men onu qabul qilib, onun qarta savab berib, voy ubdan gap qildi deb uni mukofot beradigan ishni qilmayman. Undaq ish yo'q. Hammadan gapichu undaq olim bo'lsa, nim bo'lsa to'g'ri bo'lmaydi. Lekin qabul qilinman shu undaq odamdan, shu odamniki nimasini himmetini, ya'ni niyatini qabul qilaman. Ya'ni o odamniki o'zi shundaq hikmatlik, shundaq ubdan gap qilishning maqsadida nima uchun qildi? Allah uchun qildimi, obro' uchunmi, inovat uchunmi, shuhrat parast uchunmi? Nima uchun qildi? Ben bunu qabul qilaman. Bu niyatiga qarab olinadi ekan. Men uchun bo'lgan bo'lsa, uni mukofot berib qabul qilaman, savob beraman. Ammo men uchun qilmasa, uni qabul qilmayman. Vayna men uniki havosini qabul qilaman. Ya'ni o odamning o'zi, men o'zligi niyatida o'zligi nafsim tatdida shuhratparastlik, obro'parastlikdan iborat bo'lgan. Men bu narsaga cho'q qildimmi, men buni shu qabul qilamanki, men uni qarab men obro'parastlik bo'lgan bo'lsa, bu harom ishni qilibdi, bu xato ishni qilibdi deb, men uni amalni shu qabul qilmayman. Buni qarab men qabul qilib, lekin harom ish qildingmi deb, uni qabul qilib jazolayman. Men bundoq cho'q buni demdi. Eğer o adamniki niyeti ve havası benim taatimde olsa, yani o adamniki niyeti, bu adamniki muşu himmeti ki, ben aşı himmet kap niyet kılman dep ameliyat kılatkan, ben aş işniki üzü ve o adamniki kol tatvatkan aşniki üzü benim taatimde oldu. Yani fakat bana kılgan ibadet üzü olan olsa, kılmen o adamni gap kılmay, ben şu türüşün üzü, ben üçün hamd etti deymen. Ama üçün Allah'a men maqtaptı deymen ve vakar. Yani eğir besik çok kılmen. Yani eğir besik resmi hikmetli grup akıllı iş kılgan işlerin katarı çok kılmen.
O eğer kendiki o adam beni gap qilmasa, gap qilsa albatta qilaman. Gap qilmasa, men aşı yaxshi niyatlik obdan men adamlarniki o'zi meni riyo qilmaydigan, shuhrat pasas qilmaydigan, meni bu haqiqiy taqvo bo'lgan adamniki o'zi men o'chaning o'zida gap qilmasa, gap qilsa zodi gap qilmasa, gap qilmaning o'zida men hamdiyatli deb uni berman, unga mukofot bergan. Savob berman deb men payg'ambarsan men mushtaq nima qilganti degan deydi. Men adamda men uchun nima qilaman? Hamdiyat qilaman va vaqor qilaman. Yani ko'ngli aram topadigan, men rohat, ichida shunday rohatligan men mushtaqchoq qilaman degan gap endi. Agar u odamning o'zi shu gap qilmasa. Yani demak, her qanday olim, ulamo yoki ahli ilm bo'lsin, yoki parapustor, yoki bir odam bo'lsin, bu odamniki ishiniki qanday bo'lishi nimaga bog'liq? Meni niyatga bog'liq. Niyeti eğer Allah kabul bo'lgan bo'lsa, Allah uniki amelini kabul qilib, uni savob beradi. Eğer bu adamniki niyeti Allah uchun bo'lmay, riyo, obro', inovat, shuhrat parastlik bo'lgan bo'lsa, u chog'ingizda Allah buni uchun qabulchilik qilmaydi. Bu. Mana oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.